O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 22 noyabrdagi O'zbekiston Milliy simfonik orkestri faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda milliy va jahon mumtoz musiqa san'atidan aholini yanada kengroq bahramand etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 401-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Ichki ishlar vazirligi Namangan akademik litseyi xodimlari va o'quvchilari uchun Alisher Navoiy nomidagi Namangan viloyati musiqali drama teatrida Sehrli quticha nomli komedik spektakl namoyish etildi. Mazkur tomosha yoshlarning milliy va jahon mumtoz musiqa san'atiga bo'lgan qiziqishini oshirish, estetik didini shakllantirish va bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga xizmat qildi. Teatr namoyishi davomida ijro etilgan musiqiy chiqishlar, hajviy va dramatik epizodlar tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Ular nafaqat sahnadagi ijroni kuzatdilar, balki musiqa va san'atning hayotiy ahamiyatini chuqur his etdilar.